Bilasizlarmi, biz qanday xalqmiz? Biz har bir buyumdan maksimal darajada foydalangan va unga maksimal yuklama, nagruzka qo'yib ishlatadigan xalqmizda. Shu qatori Labo avtomashinasi bor, bilasizlar. O'zi 550 kilo ozgan, lekin unga 600, 800, 1 tonna, 1 tonna 200, 1 tonna 600 yuklaymiz. Iloji foydalanish kerak. Uni ishlatgan olganmiz, to'g'rimi? O'zi borti ham kichkina bo'ladi. 1.40 ga 220 bo'ladi. Lekin biz unga 2 metrga 3 metr, 5 metrga narsa yuklaymiz. U tomidan ko'tarib yuklaymiz. Iloji yo'q, yuklash kerak, foydalanish kerak. Va Laboda ozgina kamchiliklar bor. Zarazki, misol uchun tomiga bagaj qo'yilmagan. Yukingiz ortib qolsa, bir qo'yib qo'ygani yoki metan propan uстановка qilingandan keyin orqasida zapaska balon turgan joy bo'ladi-da. Uni zapaska balon qo'ygan joy bo'lmaydi. Yuklgandan keyin joy yo'q. Ikkita muammo bo'lyapti mana. Ikkita muammo. O'sha misol uchun ko'proq yuk yuklamoqchi bo'lsangiz, tomiga chiqib turib qanaqa tortish kerak, yuklash kerak balandliklarga, tomi ezilib ketadi. Qimmat narsa-ku, ehtiyot qilish kerak. Yana 3 ta muammo bo'lyapti. Akalar, shu 3 ta muammoga bizda bitta yechim bor. 350 ming so'm bilan shu narsa yechiladi. Eng qizig'i o'sha pulingiz o'zingiz bilan qoladi. Bu muammoni yemay qo'yilgan bagaj. Koreyskiy bagajga birda-bir qilib yasalgan. O'zini qotiradigan hamma narsasi komplekt bo'ladi. Sifati zo'r, material qalin materialdan ishlatilgan. Oldida shunaqangi joyi bor. Xohlasangiz ismingizni yozib oling, xohlasangiz biznesingizni nomini yozib oling, misol uchun do'koningiz bordir yoki bir telefon raqamingizni yozib olishingiz mumkin. Uzr, gaplar chalkashlik bo'lyapti. Shu aka. Xo'p, xohlagan narsa yozib olishingiz mumkin. Narxi 350 ming so'm. Bo'ldi. Shuncha muammoga yechim 350 ming so'm. Eng qizig'i shu pulingiz o'zingiz bilan turadi. Qachon kerak bo'lsa olib turib sotishingiz mumkin. Shu O'zbekiston bo'ylab dastavkalar bor ekan, aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'linglar.